Nima deb o'ylaysiz? Siz mana yangi O'zbekiston davridagi birinchilardan bo'lib chiqqan jurnalistlardan bittasisiz. Meni nazarimda, ya'ni yangi O'zbekistonni birinchilardan bo'lib tanilgan yangi jurnalistlardan bittasisiz. Chunki erkinlik endi berilgan davrlarda sizlarning ko'rsatuvingiz avjiga chiqqan. Ya'ni hamma narsani gapirish mumkin bo'lgan paytda birinchilardan bo'lib hamma narsani gapirganlardan bittasiz. Partnyoringiz bilan albatta. 2016-yildan buyog'iga O'zbekiston so'z erkinligiga urg'u berib nimalar yutdi va ungacha nimalar yutqazgan? Bu sizni shuncha yillik faoliyatingizdan tajriba va xulosalaringiz asosida beradigan javoblaringiz. Sohaga 12 yil oldin kirib kelganman. Avvalgi davr ustozlari bilan gaplashib va 2016-yildan avvalgi ba'zi jarayonlarni eslab va hozirgi paytgacha ishlab kelayotganimizni taqqoslab, bu savolga jamoamiz bilan ham har doim javob qidirishga harakat qilamiz. 2016-yildan keyin so'z erkinligiga urg'u qaratilgandan keyin O'zbekiston jamiyati juda katta mash'alani qo'lga kiritdi. Ya'ni ayta olish, gapira olish, yetkiza olish imkoniyatidan foydalanish. Ilgari aytilmagan gaplar, ilgari gapirilmagan ma'lumotlar, ilgari savolga tutilmagan amaldorlarga savol berilayotgani va ilgari javob berilmagan savollarning mavjudligi va ko'pligi hozir ularning aksariyatiga javob qaytarib kelinayotgani bu 2016-yildan keyingi yutuq. 2016-yildan keyingi yutuqqa endi monand shaklda tomoshabinlarning ongi ham o'sishi kerak bo'layapti. Bugungi kundagi eng katta muammo shu. Tomoshabinlar nimani qiziqarli deb biladi, tomoshabinlar nimani ko'ryapti, tomoshabinlar aslida nimani ko'rish kerak. Biz hech kimni bir narsaga majburlay olmaymiz va yuqoridagi vaziyatdan kelib chiqib aytaman, gapira olish imkoniyatini qanday ekanligini his qildik. Gapira olish imkoniyati nimalar berishini his qilyapmiz hozir ham. Biz o'zimiz hamkasblarimiz bilan aytamiz, to'g'ri, mayda masalalar bo'lishi mumkin. Asfalt, ichimlik suvining yetib bormagani, tabiiy gaz, elektr energiyasi, ilk odamlardagi birinchi darajali ehtiyoj yuzaga keladigan sohalarda kichkina muxbirlarning borib olib o'zgarish qilayotgani bu 2016-yildan keyingi berilgan imkoniyatlarning mevasi. Ilgari mana ijtimoiy tarmoqlarni ham o'zingiz kuzatsangiz kerak, ilgari shu gapingni ayta olarmiding deb yozadiganlar bor. 5 yil avval shu gapimni aytganda ko'tarib olib ketishardi. Degan tugashiga ham yetib bormas. Hozir endi 20 yosh atrofidagi bolachalar biz bir hududga borib, ana shu hudud infratuzilmasini qisman ma'noda o'zgartirishga, yaxshilashga, odamlarning roziligini olishga erishyapmiz. To'g'ri, ma'lum davr ilgari so'z erkinligi berilgan, imkoniyatlardan foydalanilgan, tanqid qilingan, ma'lum orada yopilgan, keyin mana hozir imkoniyat berildi. Endi gap qadriga yetishda ham qoldi. To'g'ri. Lekin meni nazarimda, men nomma-nom sanab berishni istamagan bo'lardim. O'zbekiston telekanallari, radiolari ham, va deylik internet kontentlari ham haligacha media mag'zavadan butunlay qutulgani yo'q. Ya'ni tomoshabinga nima berilyapti degan savolga tayinli javob beradigan mutasaddi ham yo'q. Bu savolning javobi ochiqda, har kim xohlagan tomoniga rezinka kabi tortish mumkin. Erkinlik, oshkoralik, ochiqlik bor, lekin axborotdan tashqarichi. Ya'ni siz 24 soat informatsion dastur qilib odamlarni to'yintira olmaysiz va jamiyatni dunyoqarashi faqat ochiqlik bilan o'smaydi. Telekanallarimizdagi bugungi saviya va u yerda berilayotgan media mahsulotlar baribir hali u qadar yuksaklarga ko'tarilib ketmadi va tabiiy ravishda odamlarning dunyoqarashi ham. Albatta. Yuqoridagi savolni teskarisiga javob qaytarmoqchiman. 2016-yildan keyin so'z erkinligi berilgani nimalarda ko'rinadi? Minuslari. Minuslari nimalarda ko'rinadi? Qanaqa aks ta'sirlari bor? Qanaqa aks ta'sirlari bor? Birinchi galda so'z erkinligi berildi deb har kim chiqib har gapini gapirishni, har kimning ustidan o'zingiz aytgandek mag'zava ag'darishni, g'iybat qilishni, yomonlashni o'rgandi va jamiyat davlat menga shuni qilib berishi kerak aslida. Men harakat qilmasdan uyda o'tirsam ham bo'laveradi o'zi. Eshigimni tagiga olib kelib tashab ketishyapti-ku, palonchiga berdi-ku, nega menga bermayapti? Meni bolalarimni o'qish uchun nimaga imtiyoz bermaydi-yu, palonchinikiga beradi degan qarashlar
boqimandalik kayfiyatiga to'lib ketdi. Bunga sabab ommaviy axborot vositalarida berilayotgan ma'lumotlarning endi shunaqa jumla bor bizda, masalan, insoniylik tamoyili. Insoniylik tamoyilini kim qanday talqin qilyapti? Bugun jinoyatchilik statistikasiga qarang, jinoyatchilik ortyapti, kamaymayapti. Lekin sudlanayotganlarga hamon insoniylik tamoyili qo'llanilishda davom etyapti. Ko'p qismiga demoqchiman. Ular qisqa fursatlarda ozod etilyapti, chiqqanidan keyin yana deyapti, yana shu ishini qilyapti, yana sudlanganlar soni ortyapti va o'sha biz ma'lumotlar taqdim etishda shuni bilyapmiz, 5, 6, 7 qayta sudlanayotganlar ko'payyapti. Aytmoqchi bo'lganim, insoniylik tamoyili, insonparvarlik tamoyilini hamma har xil talqin qilyapti va so'z erkinligini ham hamma xohlaganicha talqin qilyapti. Bugun men internetda bemalol bilganimni, xohlaganimni va xohlagancha gapirib yurishim mumkin degan tushunchada. Vaholanki aslida, keling, uzr gapingizni bo'laman. Aslida so'z erkinligi qanday? Uni formulasi qanaqa? Chegarasi qayergacha? Har narsani hayotda chegarasi bor, hattoki insonning nafas olib yuragi urishigacha. Masalan, agar odamning 72 ta, 78 ta uradigan yuragi 90 ta, 100 ta uradigan bo'lsa, senda kasallik bor ekan degan tashxis qo'yiladi. Qaysidir joyingda muammoing bor yoki qon bosimi 120 ga 80 mi oshib ketadigan bo'lsa, chegaradan o'tdi, bo'ldi, uni korrektirovka qilish kerak. Korreksiya qilish kerak. Har narsada hayotda chegara bor, shuningdek so'z erkinligida ham. Masalan, jamiyatda men erkin insonman, erkin yurdim va erkin mana shu joyga keldim. Bu degani men yalang'och istalgan joyimda jamiyatda erkinman deb yurishim kerak degani emas. Jamiyatda yurish-turish qoidalaridan tortib, hattoki so'zlash imkoniyatida ham chegaralarni bo'lishini men 100% qo'llab-quvvatlayman. Xuddi oiladagi kichik mashmashani elga chiqib e'lon qilishga g'ashingiz kelgani kabi, ba'zi shunday mavzular bo'lishi kerak, chiqib aytishdan o'zingiz uyaladigan. Shu ma'noda so'z erkinligining chegarasini har kim o'zi uchun har xil qo'yadi. Masalan, meniki kimnikigadir nisbatan torroq bo'lishi mumkin, uning nazdida. Lekin men o'ylayman, mening qarashim bo'yicha, mening chegaram, men o'zimning shaxsiy tanlovim. Endi bu joyda samotsenzura degan iborani ko'p ishlatishadi. Bu samotsenzuraga ham borib taqaladigan narsalar emas. Samotsenzura bu kimdandir qo'rqib turib gapirmaslik. Men so'z erkinligidagi chegarani faqat yaratgandan qo'rqib turib gapirmaslik bilan o'lchagan bo'lardim.